yaxshiroq. Qo'lingizni ko'taring. Oyijon, men aybdor emasman oyijon. Menda ayb yo'q oyijon. Anularingiz meni uyda itarib haydab chiqarib yubordi. Nimaga? O'pkangni bossangchi. Ana, ko'ring. Uyasiz yaramaslar. Shunda tabarruk xonadonni jinnibozlar qilib yuborsanlar-ku. Peshona bo'lsin. Bu balo boshga qayoqdan keldi, a? Ha, bunaqada rahmatli Azimsher go'rda tikka turadi-ku. Ey, bu maynovatchilik kimdan chiqdi? Ha? Gapirlaring, mumchishlaganmisanlar? Mendan chiqdi. To'ppa-to'g'ri aytgan. Oyijon birinchi bo'lib o'zi kiyinmadi. Keyin oyijon mamlaringiz hammasini kiyintirdi, ko'rdingizmi? Keyin mana muzikasini qo'yib yubordi. Voy, shunaqa qiyomat boshlandi oyijon. Bunaqa deb qarang. Sotdi. Bir hunarlaringni ko'rib qo'yaychi. Sotdi. Ana o'lgurni quloqini burab qo'y. O'ynamaysanlarmi? O'ynalaring. Qani boshla. Voy, boshqa o'ynamayman. Charchadim. Boshga aylanib ketadi. Mana shunaqa bo'ladi. Ko'rpangga qarab oyoq uzatdi, bekorga aytmaganlar. Qo'lingdan kelgan hunarni qilmaysanlarmi? Meni o'yinim ham yoqmayaptimi sizga? Lekin menga to'g'ri kelmaydi. Siz. Kenjatoyimga bunaqangi xotin olib beraman deb sira o'ylamagandim. Buni men birinchi kuniyoq bilganman, meni yoqtirmasligini. Bilsang bo'pti. Tilingni tiyib.